Xitoy Sharq Turkistonda yolg'on tashviqotini kuchaytirish planini ta'kidladi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta numusni bilmaydigan numus tuyg'usi yo'q. Bu tajovuzchilar shuncha vala dalil isbotlar o'tirg'a to'kilib tursa, har doim qadar kun siri g'aljirlashgan asosdan ko'rib boqaylik. Vatanning ichki sirtida, Xitoyning ichidagi o'zining chaparmanlarini milyonlab pul sarf qilib, u ta'til tashviqot, yolg'on sayohat o'rinlashtirish hech qaysi yetmay, hatto chet eldan nurg'un Xitoy haqida gap qilgan, Xitoy o'ziga ta'taliganligi YouTuber bo'lamdi, boshqa shu tunilganlar bo'lamdi chet elda. Hammasini shu o'zininki obrazini güzelleştirish uchun, chiroyli ko'rsatish uchun qimlig'ini qanmay yillardan buyon qilyapti. Bu qatim echilgan yig'inda shuncha vala tashviqotni kuchaytgan bir Xitoy endi mishqotini buni texnik kuchaytiramiz 2025-yilda deb maxsus yig'in ochib, shu yolg'on tashviqotni qattiq kuchaytirish haqida mash'um ro'yxatni ochgan qo'rchoq amaldor Erkin Tuniyaz va mishada bir-birining bularning qilgan qiliq so'zlarining hammasi yillarcha biz anglab yo'q ketgan narsalardir. Ya'ni shu butun quruq gaplar shu o'xshash shaklda Jumhur madaniyatining o'rtaqligini har qaysi millatlar almashtirish, uyg'urlash dek shu narsani texnik har taraflama barpo qilib kuchaytirib uni qilamiz, buni qilamiz degan so'zlardir. O'ylab qo'ying. Buni sizlar hech qachon to'xtab qolgan. Ilgirki 2024-yildagi ishlarni xulosalab, muayyanlashtirib, shunda ishlarni qildik deb, shu vatan ya'ni Xitoyning ichki sirtidagi ham Sharq Turkistondagi butun ta'til tashviqotning qanday qilib berilganligi. Bularning hammasini butunlay bir tilga ilib, bu yerda nima deydi desam, hatto shu yig'in qatnashgan yig'in oxirida so'z qilgan shu Uyg'ur Abdumurayevlik tashviqot bo'limining raisi Wang Jianshin degan Xitoy. Şöyle çıkıyordum. Şinjan'a kadar tashqi tashviqot ve ammaviy fikir ko'rishidagi tashabbuskorlik jengini yaxshi ishlabmish Xitoy shu. Ideologiya sohasining bexatarligini qat'iy qo'g'dab, tirishib, Şinjanning tashviqot ideya madaniyat xizmatida yangi vaziyat yaratish kerak deb bildirildi. O'ylab qo'ying. Ya'ni deydi-ki, tashviqot ve ammaviy fikir jengida biz bir kurashda, biz bir jangda dedi. Biz bu nejislarga, bu tajovuzchilarga qarshi kurash qilyapmiz. Muajiratdagi butun xalqimiz bo'libmi tashviqot mana bu millionlab sarf qilgan bu butun chaparmanlarni vatan ichida, hatto Turkiyadagi bir yerda radiosi va CGTNning turkchisi va internet tor televiziyasi va to'xtamay pul sarf qilib butun ta'til tashviqot qildi. Bizga qarshi u yerda qilayotgan butun jinoyatlarni yepish uchun. Buni sizlar yana bu jangni, shu jangni texnik kuchaytiramiz dedi. Jang degan iborani ishlatdi, qadrli ko'ruvchilarimiz. Albatta bulanma ya'ni tashviqotlanma Xitoyninki ta'til butun millatni buzish, millatning engini, bizning butun hattoki yolg'ondan o'rlashtirgan sayohat o'rinlari, muzeyxona masalan, shu o'ylab boqaylik. Masalan, 2024-yilning 5-ida atalmış Şinjan muzeyining ko'lamini aslidagidan 3 hissasiga yaqin buni cho'ngaytib, kengaytib mazkur ko'rgazmaga Sharq Turkistonning azaldan Xitoyning bir qismi ekanligidek burmalangan tarixni o'tirg'a chiqarish maqsad qilingan 1500 dan ortiq atalmış madaniyat yodikorliklarini qo'yganligini biz o'z vaqtida xabar qilgandik. Buni xabarini berdik. Buni butun maktab o'rinlashtirib, bu hafta ichida nurg'un bu haqdagi tafsiliy xabarlarni berdik. Maktabdan butun Sharq Turkiston shu nimalarni ziyorat qildirib, yolg'on shu muzeylarni va boshqa sayohat maktabini akilib, bu yer butunlay uydirilgan narsalarda hamda. Butunlay mingi yuyish bu millatning madaniyatini, hamma narsasini butunlay Xitoyga bog'lab turib, azaldan shu bu zaman Xitoyninki degan bir tuyg'uni, bir tushunchani kirgizish uchun butun kuchlantirishib o'tadi dushmanimiz. Buningga ko'ra harakat qilishimiz kerak.